Koreyada 8 yildan beri yashab kelayotgan bo'lsam ham bunaqa holatga birinchi marta tushishim. Koreyskiy kosmetika kompaniyamizni boshlig'i bilan Gangnam Style Cosmetics komandamiz tug'ilgan kunimga kutilmagan surpriz qilishdi. Koreyada har xil joylarda ishlab ko'rganman, lekin hech qayerda tug'ilgan kunimni bunchalik qilib nishonlab berishmagan edi. Nafaqat meni rasmim chizilgan ajoyib tort, balki har xil sovg'alargacha ham berishdi. 2025-yil eng yaxshi qilgan ishim Biju kompaniyasi bilan shartnoma tuzganim bo'ldi. Va albatta Gangnam Style Cosmetics bilan bitta oilada birga ishlashimiz ham. To'g'risi bunaqa surpriz qilishlarini kutmagandim. Hayajondan videoga olish ham esimdan chiqib qopti. Bu videolarni esa Biju kompaniyamizni boshlig'i videoga olib berdilar. Onajonim to'g'ri gapirar ekanlar. Ishlayotgan lavozimim emas, birga ishlayotgan insonlar yaxshi bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lar ekan. Boshlig'imiz tortni uyga olib ketib, oilang bilan yeysan degandilar, lekin Nazokat opaning qizchalari tort yegisi kelgani uchun shu yerda hammamiz yeydigan bo'ldik. Tortni yasagan insonga gap bo'lishi mumkin emas, tort juda ham mazali ekan.